Nurafshon shahri markazida yana bir yirik loyiha. Shahar markazida tirbandlikni kamaytirish, piyodalar xavfsizligini ta'minlash, aholiga qulaylik va zamonaviy shahar muhitini yaratish uchun piyodalar uchun zamonaviy yerosti yo'lining qurilishi boshlandi. Tadbirda qurilish uchun shahar hokimi Qobil Hamdamov hamda viloyat hokimining o'rinbosari Shukrullo Mahmudov, soha mutaxassislari, nuroniylar, shahar faollari hamda deputatlar ishtirokida oq fotiha berildi. Mazkur qurilishni amalga oshirish ishlarini amalga oshiruvchi Ko'prik qurilish ta'mir mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ullari tomonidan loyiha taqdimoti bo'lib o'tdi. Ta'kidlanishicha, shahar markazidagi mazkur zamonaviy yerosti piyodalar o'tish yo'lagining uzunligi 44 metr, kengligi 4,5 metr va balandligi 2,5 metr bo'ladi. Mazkur loyiha doirasida yana ikkita 32 maktab yonida va ushbu yo'ldan Nurafshon Business City'ga qayrilish oldida ham yerosti piyodalar o'tish yo'li quriladi. Jami 3 ta mazkur yerosti piyodalar yo'li qurish ishlari uchun 30,47 milliard so'm sarflanishi rejalashtirilgan. Shahar markazida boshlangan mazkur yerosti piyodalar o'tish yo'lagining qolgan ikkisidan farqi, bu yerda lift ham o'rnatiladi. Qurilish ishlarini avtomashinalar oqimiga xalaqit bermagan holda bosqichma-bosqich amalga oshirish rejalashtirilgan. Nurafshon shahri markazidagi mazkur yerosti piyodalar o'tish yo'li 3 oyda qurib bitkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, mustaqillik bayrami arafasida foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilgan. Markazdagi yerosti piyodalar yo'li qurib bitkazilgach, qolgan 2 yerosti o'tish yo'li ham qurilishga kirishiladi.